Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Biz ro'ppa-rosa 2 yil avval qilib ketgan mana bu xonadonimizni ko'rishinglar mumkin. Haqiqatda o'ta ham go'zal holatda ishlarimiz bo'lgan mana akalar. Bu yerda ichkari safga, ko'cha safga hamda darvozaxonalarimiz ham tunikafon qilib berilgan. Sifati ham mana asliga o'zgarmagan holatda, go'zal holatda turibdi. Xo'p. Xonadonimizning ichkari shapkalarimiz polностью pianino holatda bo'lgan. Darvozaxonalari ham bo'lgan. Ko'cha shapka, ko'cha devonlari ham polностью tunikafon qilib berilgan. Ko'ringlar, agar sizlarga ham ma'qul kelsa, xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Quyida raqamlarimizda Telegram, WhatsApplarimiz mavjud. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol xudo xolasa aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Hammalaringga rahmat. Like bosib, bu videoni uyga tunikafon qilmoqchilarga jo'natib qo'yasizlar. Ko'cha tomonlarimiz ham mana o'zingizlar ko'ryapsizlar. Ana shunday qanday qilingan bo'lsa, shunday holatda xudo xolasa turibdi. Haqiqatda uy o'ta ham go'zal bo'lgan, uyda dizayni ham zo'r bo'lgan, hamma tomonlama go'zal holatda bo'lgan. Like bosib, uyga tunikafon qilmoqchilarga bu videolarni jo'natib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum.